At-tajiru savdogar. Man kim? Man hada? Bu kim? Ya Muhammadu ey Muhammad. Man hada ya Muhammadu? Bu kim ey Muhammad? Hada bu. Hada tajirun. Bu savdogar. Hada tajirun ya Ahmadu. Bu savdogar ey Ahmad. Zalika anavi. Zalika muhandisun. Anavi muhandis. Hal mi qo'shimchasi. Hal zalika muhandisun? Anavi muhandismi? La, yo'q. Huwa, u. Huwa tajirun. U savdogar. Huwa tajirun aydon. U ham savdogar. La, huwa tajirun aydon. Yo'q, u ham savdogar. Man hada ya Muhammadu? Bu kim ey Muhammad? Hada tajirun ya Ahmadu. Bu savdogar ey Ahmad. Hal zalika muhandisun? Anavi muhandismi? La, huwa tajirun aydon. Yo'q, u ham savdogar. Bu matndagi man hada iborasi o'zbek tiliga bu kim deb tarjima qilinadi. Man so'zi o'zbek tilidagi kim so'roq so'zining ma'nosini bildiradi va bu so'z faqatgina shaxslarga nisbatan ishlatiladi. Bu arab tilida so'roq so'zlar doimo gapining boshida keladi. من هذا يا محمد؟ هذا تاجر يا أحمد. هل ذلك مهندس؟ لا، هو تاجر أيضا.